Hürmetli deputatlar, hammangizning xabaringiz bor. Xalq deputatlari Hazarasp tuman kengashining 32-sessiyasi. Xalq deputatlari Hazarasp tuman kengashi YouTube kanalida jonli efirga uzatilgan, lekin ushbu kanalda saqlashda texnik nosozlik sababli qisqa muddat saqlab qolinganligi tufayli ushbu sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar bo'yicha birozgina to'xtalib o'tamiz. Birinchi, xalq deputatlari Hazarasp tuman kengashi 32-sessiyasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga muvofiq kengash raisi Toshkent shahrida o'qish ta'ligi xizmat ta'tildaligi sababli eng ko'p deputatlik o'rini olgan partiya, saylovdan keyin eng ko'p deputatlik o'rin olgan partiya Xalq demokratik partiyasi Hazarasp tuman kengashida partiya guruh rahbari yosh partiyadan sessiya raislik qilish ko'rsatib o'tilgan 17-moddada. Hozirgi kunga kelib O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan ham 7 nafar deputat bor. 7 nafar deputatdan iborat partiya guruh rahbari Hasanova Shoira. Shu 32-sessiyada Hasanova Shoira men shahrida o'qish ta'ligimiz sababli sessiyani o'zim olib borganman. Sababi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun 18-moddasida sessiyani reglamentida tasdiqlab olishimiz kerak deb ko'rsatib o'tilgan. Shu bo'yicha kimda qanday taklif vaqtda hammangizga tushuntirganman. Shoira endi o'qishdan qaytib turibman. Hammangiz birozdan qabul qilganliklaringiz uchun men o'zim sessiyani olib borganman. Ushbu sessiyani o'tkazganmiz. Hozir yana bir marta o'tirishingiz mumkin. Xalq deputatlari Hazarasp tuman kengashi 32-sessiyasi sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar O'zbekiston Respublikasi qonun va qonun osti hujjatlariga to'liq rioya qilinganini holda tasdiqlanganini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ushbu sessiya bo'yicha hamma masalalar bo'yicha bir rozilar qo'l ko'tarib ovoz bersa, 32-sessiyamizdagi barcha masalalar qonuniy ravishda o'tganligi va qonuniyatda safar qamal chiqardi. Hozir bahodirlar, rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.